Endi bitta narsa bor, targetga qancha budjet ajratish kerak degan savol. Ya'ni $100 ajratsam yetadimi, $50 ajratsam yetadimi degan savol bor. Sizga tavsiya bergan bo'lardim. Birinchi oyda o'zida men aytgan kontentni bitta tuzing, mijozlaringiz orig'ini o'rganing. Misol uchun nima ularga qiziq, hamma narsani o'rgan bo'lib, ayni o'sha kontentlarga siz o'sha kuniga $5, $10 atrofida target yoqing. Bitta ko'ring, murojaatlar qanaqa bo'lyapti, nechta sotuv bo'ldi, bitta ko'rib chiqing. Agar sotuv bo'lgan bo'lsa, o'shandan hisobingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Misol, sizlarga bitta matematik narsani o'rgatib qo'yaman. $100 sarfladingiz. $100 sarfladingiz, sizga aytaylik 100 ta murojaat keldi. Kimdir naqd so'radi, kimdir telefon qildi. 100 ta murojaatdan aytaylik 5 ta dona sotib oldi sizdan. Endi bu CAC degan narsa bor. Customer Acquisition Cost degan narsa bor. Ya'ni sizga sizdan sotib oladigan mijozni narxi degan narsa bor. Agar siz $100 sarflab 5 ta mijoz sizdan sotib olgan bo'lsa, demak sizni bitta mijozingizning narxi $20 bo'ladi. Endi siz nima qilishingiz kerak dalshi?